Assalomu alaykum hurmatli studentlar. Bizda yaxshi natijalar chiqishni boshladi. Izoza o'quvchimiz 3 darajani qo'lga kiritdilar. Izoza, emotsiyalaringiz qanaqa? Albatta xursandman ustoz. Bundan keyin katta natijalarni olishga harakat qilaman va kelajakda Koreyaga o'qishga niyatim bor. Bu uchun sizga katta rahmat. Sizga ham katta rahmat Izoza. O'qish va ishlaringizda omad. Demak, keyingi qahramonimiz Shahriyorjon 2-urinishlarda topik tur darajaga chiqdilar. Shahriyor, tabriklaymiz. Endi bu tur daraja bilan xudo xolasa nima rejalaringiz bor? Men bu tur darajam bilan Janubiy Koreyani nufuzli institutlardan birida IT yo'nalishi bo'yicha tahsil olmoqchiman. O'zbekistonga qaytgandan keyin nima qilasiz xudo xolasa? O'zbekistonda IT yo'nalishi bo'yicha nimadir yangiliklar qilish niyatim bor. O'qish va ishlaringizga omad, xudo xolasa sizni Koreyaga o'zimiz jo'natishga harakat qilamiz. Bizda uzoq kutilgan natija Behruzbek o'qituvchimiz tur natijasidan keyin va nihoyat 5 darajaga chiqdilar. Behruzbek 5 daraja olganingizdan keyin emotsiyalaringiz qanaqa bo'ldi? Juda ham xursandman ustoz. Katta rahmat sizga. Xudo xolasa oldi qilishga harakat qilaman. Demak, bizni kuttirmasdan yaqin orada yana 6 natija bilan xursand qiladilar. Sizlar ham bizning o'quv markaziga kelinglar, hammalaringni 6 darajaga olib chiqamiz.